Avvalambor assalomu alaykum. Bigjonoz kanalining ashaddiy obunachilari, aziz obunachi, biz avtokirtga keling, ikkalan yaqinroq o'tirib olamiz. Har doim bilik Samarqand shahridagi avtokirtga. Keyin aziz obunachilar, bugun 22-dekabr haftaning dushanba kuni biz nasib qilsa ko'pchilik kommentariyga yozyapti, labolardan ko'proq chiqaring degan uchun biz mana laboni zo'rni obzor qilamiz, xudo xolasa. Kanalimizga yangilar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, bittadan like tugmachasini bosib qo'yishni unutmangizlar. Agar labo olmoqchi bo'lgan do'stlarga mana shu videoni yuborib qo'yamiz. Labamiz akalar 2024-yilda ishlab chiqarilgan, holatchasi yaxshi. Prosta buni ozroq kraskasi bo'lgani uchun ham narxi juda ham arzon. Mashinaning tan narxi 7600. Mana karmetal diskalarda turibdi. 4 ta yangi yumshoq balon. Bitta mana salondan ko'rsating operator. Mana chixolni mana zo'r tikilgan, Malibu barlar qo'yilgan. Polik lilonim hamma narsasi bor. Mana ashqa qismlariga mana koja tikilgan, yurgani 43 ming yurgan mashinamizda holatchasi yaxshi. Motor, karabka, zadnimoz hammasi zo'r. Mashinamiz butkali, akalar tayyor, butkaga ruxsati ham bor. Mana ishlarni bitta ko'rsating. Mana tayyor butkani, svitlari ham bor, mana yonadi. Mashinaning tan narxi 7600. Agar siz avtokirtga olaman desalaringiz, boshlanish to'lovi $1200 pulingiz kerak bo'ladi. Oylik raflari esa 5 yilga 3 million so'mni tashkil qiladi. Bemalol kim ustoz bilan o'zingiz kelib tekshirib olsalaringiz ham bo'ladi. Labocha holatchasi zo'r. Bizda mana akalar Damazimiz ham bor. Yili 2024-yilda ishlab chiqarilgan, buni ham holatchasi zo'r. Bu ham mana karmetal diskalarda 4 ta yangi yumshoq balon. Ichlarini bitta ko'rsating. Mana Mana barlar qo'yilgan, kojani mana chixollar, lilolim bor, polik hammasi bor. Tepa qismlari mana koja qo'yilgan, mana tayyor mashina. Mashinamizda metan gaz balonlari ham bor. Ana agar siz naqd pulga olaman desangiz, mashinaning tan narxi 7600. Agar avtokirtga olaman desalaringiz, boshlang'ich $500 pulingiz kerak bo'ladi. Oylik graflar 2,933 ming so'm tashkil qiladi. 24 Damazimiz uchun. Bizda mana yana boshqa mashinalarimiz bor. Mana kraskasi top-toza Damazimiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, buni ham holati zo'r. Bu ham karmetal diska, 4 ta yumshoq balon, metan gaz balonlari bor. Buni ham chixol, polik hamma narsasi bor, tayyor mashina. Hozir bu tarafdan turib ochib ko'rsatamiz buni. Mana chixolni akalar yaqinda o'zimiz qo'ydirdik. Qimmat yaxshi chixollarda mana polik lilon hamma narsasi bor. Faqat tonirovkasi yo'q akalar. O'zlaringiz olib bemalol tonirovka qildirib olaverasizlar. Mashinamizda metan gaz balonlari ham bor. Akalar bunga kerak bo'ladi, boshlang'ich to'lov menimcha $1000 pulingiz kerak bo'ladi. Chunki kraskasi toza bo'lgani uchun, yil pastroq bo'lgani uchun boshlang'ich ko'proq chiqadi. Agar oylik raflari 5 yilga 2,600 ming so'm tashkil qiladi. 22 kraska top-toza Damaz uchun. Navbatda Damazimiz, buni bonus arzon qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha mana shu obunachilarimizga yili 2021-yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz. Bu ham karmetal diska, yumshoq balonlar, chixol, polik. Bitta ko'rsating salonni ham buni. Mana salonlari ham yaxshi, ideal turibdi, holati zo'r. Menimcha mashinani tan narxi 5500 bo'lishi kerak tan narx. Agar siz avtokirtga qilaman desalaringiz, boshlang'ich to'lov menimcha bu $300 pulingiz kerak bo'ladi. Agar avtokirtga chiqaraman desalaringiz, oylik graflari 2,500 ming atrofida chiqadi oylik graflar. Holati zo'r 21 Damazimiz uchun. Keyin azobachi bizda mana Daiwa mashinalar ham bor. Nexia 3 deysizmi, Gentra deysizmi, Cobalt, Trikki mashinlarimiz ham bor. Mana bizda Gentra avtomobillari ham bor. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomat tayyor mashina akalar. Bunga kerak bo'ladi, boshlang'ich $800 pulingiz bo'lsa, nomingizga avtokirt qilib beramiz. Hamma xarajlar ichida tayyor mashina. Rangi mana oq, o'zini mana original diskalarda turibdi. Mashinamiz zo'r. Chixol, polik hammasi bor. Gazi bormi, yo'qmi buni? 4-pakalina mana propani bor ekan. Tayyor. Hozirgi kunda propanga hech kim qiynalmayapti. Bemalol zapravkalar ochiq. Navbatdagi mana Gentramiz mexanikasi, mana saka diskalar qo'yilgan. Bunga kerak bo'ladi, boshlang'ich buni yili nechi edi? 22-yil 18 ming. 18 ming yurgan, yili 22-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r.
Bunga kerak bo'ladi boshlang'ich 1150 dollar pulingiz kerak bo'ladi. Hamma xarajlar ichida nomimizga avtokredit qilib beramiz. Oylik graflari menimcha 4 million 600 ming so'mdan chiqadi. Bu Gentra'niki menimcha 5 million 500 mingdan chiqadi oylik graflari. Bitta bagajni ko'rsatik. 18 ming yurgan deyapti. Kraskasi qanday bo'ladi aka? Kraska top-toza. Mana. Mashinamiz benzinda ekan, mexanika 22 Gentra'miz mana. Zapaskalar tushmagan ekan mana. Mashina yangi ekanda. Buni zapaska tushmagan. Mana tayyor propan, zapaska tushmagan. Bu kraskasi qanday edi bu 22 ni? Buni ham kraskasi toza. Boshlang'ich 800 dollar, oylik graflari 5 million 500 ming so'mda tashkil qiladi. Kraska top-toza Gentra'miz uchun. Bitta salondan ko'rsating. Qaysi? Keling operator. Navbatdagi mashinamiz Gentra, bu ham Gentra. Yil 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska tozami? Bu ham avtomat, kraska top-toza, metani bor ekan, tayyor mashina. Bitta mana motorlarni bitta ko'rsatib o'taylik. Mana motorlari zo'r ekan. Gap yo'q. Boshlang'ich qanchadan chiqadi hisobladingiz? 1350 dollar 1350 dollar pulingiz kerak bo'lar ekan boshlang'ich oylik graflari 4 million 300 dan 5 yilga chiqadigan oylik graflari. Bu mashinamiz mana Akula deyapti akamiz, qora Gentra mana. 9 nomerdagi qora Gentra avtomat, luk, hamma narsa bor. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Boshlang'ich 1500 dollar pulingiz bo'lsa, nomimizga avtokredit qilib beramiz. Hamma xarajlar ichida, gazi, propana. Gazi, propana ekan. Oyligi qanchadan? 5 million 700 dan chiqsa kerak a? Oylik graflari 5 million 200 ming so'm tashkil qiladi. Bitta salonni ko'rsatdi. Kraskasi qanday buni? Kraska top-toza. Bemalol akalar ko'rishlaringiz mumkin. Avtomat. Gazi bor, propan. 4 ta yangi yumshoq balon, o'zini original diskalari turibdi. Amerikanga optira hamma narsasi bor ekan. 1500 dollar pulingiz bo'lsa, nomimizga avtokredit qilib beramiz. Kraska top-toza. Navbatdagi mashinamiz Cobalt'imiz. Yili nechi buni? 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanday? Kraska toza. Boshlang'ich 1400 dollar pulingiz kerak bo'lar ekan. Oylik graflari 4 million 600 ming so'm tashkil qiladi. Cobalt'imiz 23 avtomat mashina uchun mana. Bu ham tayyor mana chexol, hamma narsasi bor ekan. Gaz bor a? Yangi propan. Gaz bor ekan, propan. Tabletga propan qo'yilgan ekan, yangi. Keyin aziz obunachilar, bizda mana hozircha mashinalarimiz shu. Agar yana qanaqa mashina kerak bo'lsa, Sparklar bor a? 20 mi? 900 dollar mana shu 20 Sparkimiz chiqar ekan avtokreditga. Yil 2020-yilda ishlab chiqarilgan avtomat. Boshlang'ich 900 dollar, oylik graflari menimcha 3 million 900 ming so'm tashkil qiladi 20 Spark uchun. Bizda mashina ko'p, aziz obunachilar, telefon qilsalaringiz qanaqa mashina kerak bo'lsa, Nexion'chilarimiz ham bor, avtomati ham, mexanikasi ham. Shunday, manzilimiz Samarqand shahrida. Bemalol pastga telefon nomerlarini yozib o'tamiz, telefon qilib ko'rasizlar. Agar video yoqqan bo'lsa, bittadan like'lar bosib, kanalga obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.